Xonanda betob bo'lganida onasini tushida ko'rgani haqida so'zlab berdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng so'nggi va eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. Yaqinda burnimni operatsiya qildirdim. Aslida unaqa og'ir amaliyot emas, ammo o'sha kuni onam tushimga kirdi. Ruhlar olami bor. Onam mendan xavotir olganini sezdim, deydi xonanda Botir Qodirov. Botir Qodirovga Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini kuylashni taqiqlashgani va bu huquq faqat Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevlarga berilgani haqida aytib o'tdi. To'y xizmatlarining birida Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini ijro etganim bilan bog'liq videoni Instagram tarmog'iga joylagandim. Uyimga ogohlantirish xati keldi. Bu qo'shiqni kuylashingiz mumkin emas. Bu huquq faqat Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevlarga berilgan, degan mazmundagi ogohlantirish xati ekan. Achchig'im chiqdi va o'sha kuni ularning prodyuseriga qo'ng'iroq qildim. U aka bilan ilgari birga ishlaganimiz uchun meni Shohjahon yoki Zohirshoh bilan uchrashtiring. Men hech qanday yomon ish qilganim yo'q-ku. Ularga nima yoqmayapti, dedim. Ammo u meni uchrashtirgani yo'q. Aslida mening mualliflik qo'shiqlarim ko'p. To'ylarga falonchining emas, aynan o'zimning qo'shiqlarimni aytishim uchun taklif qilishadi. Ammo qo'shiq yashashi uchun uni qayta ijro etishsa yaxshi-ku. Buning qanday yomon tomoni bor? Bu dunyodan hech bir inson zig'ircha narsani ham o'zi bilan olib ketolmagan. Qo'shiq uchun talashish qanchalik to'g'ri ekan? Shaxsan men qo'shiqlarimni ijro etishganlariga qarshi emasman. Qaytanga boshqalar ham ijro etishsa, ularning umri uzayib boraveradi, deydi Botir Qodirov. Bizdan uzoqlashmang. Shu yergacha videoni kuzatgan bo'lsangiz, like bosish esingizdan chiqmasin.